Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 27-noyabrdan 30-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 27 hamda 28-noyabr kunlari 13-18 daraja iliq. 29-30-noyabr kunlari esa havo harorati biroz pasayib 10-15 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 7-12 daraja atrofida bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.